diqqat qiling. Ey ota-onalar, 11 yil sizlarning farzandlaringizga dars berildi. Bilasizmi bu qancha? 4015 kun degani. 4015 kundan 1015 kunni olib tashlasangiz 3000 kun degani. 3000 kun sizlarning farzandlaringizga dars berildi. Ichida bir kuni Allohning oyati yodlattirilmadi. Ey bolajonlar, ertaga Ixlos surasini yodlab kelinglar degan so'zni eshitmadingiz. 3000 kundan bir kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisini yodlab kelinglar, islomni taninglar, tavhidni bilinglar degan so'zlarni eshitmadingiz. Aksincha, ro'mollarni yechganiga guvoh bo'ldingiz. 3000 kun ichida nasroniylarning bayrami yangi yil nishonlandi. 3000 kun ichida har yili Majusiylarning bayrami Navruz nishonlandi. Inson maymundan tarqagan degan aqida singdirildi. Shirk, kufr ustiga farzandlarimizni ko'mishdi, subhanalloh. Xuddi zuluk kabi endi bitirib chiqayotgan vaqtlarida erkak ayol raqsga tushsin. Bularning iffatini, or-nomusini, hayosini buzib bir-biriga quchoqlashtirib raqsga tushirib farzandlaringizni buzayotgan bu tuzumdan, bu maktabdan, bunaqa so'nggi qo'ng'iroq kabi so'zlardan, 25-may degan so'zlardan farzandingizni unaqa joylarga yubormang. Auzu billah, bunaqa ketishda siz farzandingizni va farzandingizni oldidagi haybatingizni ham yo'qotasiz. Allohu musta'an. كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي